Dada. Ana shuncha yildan beri yolg'izsiz. Shunga siz o'ylab Xorazm aka olib kelsak aytolman. O'zim akam. Kar yemagan mehmoncha bo'lgan o'zi. Bor xayol olib kel. Ha. Akam kadi keltirsa nasib bo'lsa, kadi bichak, kadi manti, kadidan samsaqli yeymiz. Qilishni bilmayman-ku, YouTubedan ko'rib o'rganamiz. 10 yil bo'libdi o'zim kadidan ovqat yemaganman. Assalomu alaykum. Deb restoran kanalining aziz muxlislari. Bugun milliy taomlarimizdan bo'lgan qovoqli manti tayyorlaymiz. Dada, siz aka olib keldim. Assalomu alaykum. Kadi qani? Yo'qmi? Mana qarang. Kadi qani? Ana shu kadi. Bu klimachiga jilli. Men videolarni ko'ryapman, kadi manti qilamiz. Voy dada, Xorazmda qizlar kadi deydi. Siz olib keling. Sen. Bu kadi aytingmi? Kadi deganmi? Mana. Kadi mana. Hey, mazlum mana, merovlaringizdan o'zim aylanay.